Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Qalaysizlar o'zinglar? Qani chirigan apelsin nimalar deb tashladingsan вообще? Sana og'zingni yirtib, chakagingdan tortib, kindigingda turadigan qilib qo'yaman san chakagingni. Ipoteka xizmati sizlarga ham nima bo'pti? Kollaboratsiya qilib, boshqa qilib, masalani hurmatinglar, menga chiqdinglar, bo'ldi, mayliki qo'y. Shunga javob qilmay turing degan joyimda. Sal o'zinglardan ketib qolmadinglarmi? Bundan keyin aytib qo'yapman, sizlarga ham yurish qo'raman ipoteka xizmati. Sal o'kkalar bosib olinglar. Sani bo'lsa, qora yaloq. Og'zingni yirtib qo'yaman men sani. Hop, men indamay kelib qo'y, mayli dedim, shu ketidan ipoteka xizmat chiqdi. Shunga javob qilmay turay, keragi yo'q, mayli gapiraversan ayol kishi deganimga. Nima sen o'zingdan ketyapsan sen? Ha? Men yana ham indamay turibman. Men senga qilgan postupkamni chiqib gapiradigan bo'lsam, bilasanmi? Mana shuncha auditoriya orasida geroyga aylanib qolaman. Buni o'zing yaxshi bilasan. Sen meni gapimni tushundingga, yana bir marta menga shunaqa gap qilasan, men chakagingdan tortib, chakagingni kindigingda turadigan qilib qo'yaman seni men. Qora yaloq. Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? 2-3 kun yo'q bo'lganimga juda ham ko'pchiliklar bayram qilyapti. Nima bo'ldi Alisherjon? Mani korobkamga tiqib qo'yguninggacha men seni misorobkani yopib qo'ydimmi? Men senga aytdim, o'ynashmagin men bilandim. Ba'zi birovlarni senga kuchi yetmagan bo'lishi mumkin, lekin seni stoping mana menda-da. Seni isming Alisher bo'lsa, meniki Afruza. Shuncha paytdan beri meni tanimagan bo'lsang, ana endi o'zing uchun tanib olding, his qilib olding, meni ham kuchim qanaqaligini. Endi ne только Instagramda, sen ko'cha-kuyda ham men haqimda qaytib gapira olmaysan. Niday bo'q qattadur men haqimda gapirgan, qo'lingda ko'tarib yurgan ananasingni otib, og'zingni yirtib qo'yaman. O'rningni mana men ko'rsatib qo'ydim senga. Endi menga qaytib atvet ham qaytara olmaysan. Instagramdan ham ketishga majbur qilib qo'yaman. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Qalaysizlar o'zinglar? To'g'risi hozir bir video juda ham menga ko'p kelyapti. Afruza ipoteka xizmati bilan kollaboratsiya qildi. Bilasizmi, Alisher aka xabaringiz bormi deb. Xabarim bormi, yo'qmi? Keragi yo'q. Menga unaqa videolar. Xo'p, ipoteka xizmatiga keladigan bo'lsa, ipoteka xizmati bilan Afruzani hali 3 oylik kontrakti bor. Bemalol ishlayversin, o'sha reklamalarni davom ettirsin. Menga buni qarshiligim yo'q. Nega deganda, ipoteka xizmatining asoschisi Hayotbek juda ham meni yaqin do'stim bo'ladi. Borimda ham, yo'g'imda ham men bilan birga bo'lib kelgan. Endi meni masalamga keladigan bo'lsa, ipoteka xizmati bilan kontraktim tugashiga 13 kun qoldi. Ipoteka xizmati buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. 13 kundan keyin men o'sha 1 oylik $20,000 gonorarimni olishim kerak. Menga shu gonorar kerak emas. Mana shu menga beriladigan gonorarni mana shu Afruzga beringlar. Afruz to'ysin. Men roziman, mana xalq oldida ommaga chiqib aytyapman. Roziman. Sizlar bilan esa mana o'sha 13 kundan keyin gonorarimni olishim kerakmi? Olmayman. Bugundan kontrakt to'xtadi. Sizlar bilan o'ylaymanki, sizlar ham mendan rozisizlar, minnatdorsizlar. Men ham sizlardan roziman, minnatdorman. Endi ikkinchi masalada sen Afruza nima debsan, tilingni, qadamingni o'ylab bos, boshqa qil deb turib, hop, sal uspokoyitsa qilamiz. Senga emas, menga gapimni o'ylab gapirish, qadamimni o'ylab bosgin deyish, o'tiyimni senga emas. Хорошо, uspokoyitsa qilib yaxshi yurgin. Ipoteka xizmati sizlardan minnatdorman, roziman. Sizlar ham mendan rozi bo'linglar. Ana shu 13 kunlik oladigan gonorarimni Afruzga berdim. Sizlar bilan esa kontraktimiz tugadi. Hozir hamma videolarni o'chirib tashlayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz do'stlar.